Misol uchun shayton so'zini oladigan bo'lsak, islomda keladi. Shayton umuman Allohning amrlariga xiyonat qiluvchi va o'shanga amrlariga bo'ysunadiganlarni yo'ldan ozdiruvchi umumiy tushuncha sifatida qaraladi. Konkret bir shaxs, konkret bir zot yoki maxluqot emas, umumiy tushuncha. Falonchi misol uchun shunaqa qilgan, u shaytonlardandir deydi yo boshqa. Iblis bor islomda va shayton bor. Ikkalasi umuman bir-biridan farq qiladi. Ya'ni shayton kengroq tushuncha, umumiyroq tushuncha. Barcha o'sha belgilangan amallarni, belgilangan yo'riqlarni bajarmaydigan va bajaruvchilarni o'shani qaytaradiganlar barchasi shaytonlar hisoblansa, iblis konkret tushuncha. Iblis bu atoqli ot deyishimiz ham mumkin. Aynan insoniyatni, birinchi insonni, ya'ni Odam alayhissalomni va uni ayolni jannatdan quvilishiga sabab bo'lgan, takabburlikka ketgan bir aniq konkret ilohiy mavjudotning ismi iblis. Va iblis ham shaytonlardandir deydi. Ya'ni iblisning ham funksiyasi o'sha iymon ahlini dindan chiqarish, unga kufrga undash, Xudoni tanitmaslikka harakat qilish bilan bog'liq bo'lganligi uchun ikkalasi umumlashtiriladi odatda. Shayton so'zini kelib chiqishiga e'tibor beradigan bo'lsak, qadimgi ibroniy tilida shunchaki raqib, dushman, ya'ni nafratlanadigan kishi. Kimdandir nafratlansangiz yoki kimnidir o'zingizga dushman deb bilsangiz, uni shatan deb atagan. Shatan, ya'ni qadimgi ibroniy tilida shatan shaklida uchraydi. Keyinchalik bu ibroniylarning diniy manbalar, Tavrot, Zabur, umumiy qilib aytganimizda ibroniy Bibliyada shatan endi diniy xarakterga ega bo'lib kiryapti. Ya'ni bu yerda ham uni qiladigan ishi, ya'ni funksiyasi aynan yovuzlikka targ'ib etish emas, balki yomon amallar qilgan bandalarni sud qilish bilan barobar bo'lgan. Keyinchalik demak yahudiylikda shatan bu asosan salbiy tushunchadan ko'ra neytral tushuncha desak ham bo'ladi. Chunki uni asosiy funksiyasi Xudoni bandalarini sinash, ularni sinab ko'rish, har xil yomonliklar taklif qilib, yo bo'lmasa har xil sinovlar bilan, qiyinchiliklar bilan sinab ko'rish, bardosh bera oladimi, yo'qmi? O'shani funksiyasi demak shatan bo'lgan. Bu keyinchalik xristian dinida uning vazifasi o'zgargan shaklda ko'rishimiz mumkin. Masalan, xristian dinida endi bu satan shaklida uchrayapti. Uni asosiy vazifasi Xudoni amallaridan, Xudoni buyurganlaridan bandalarni qaytarish, imkon qadar Xudoga bo'lgan e'tiqoddan uzoqlashtirishga xizmat qiladigan bir bo'ysunmas farishta sifatida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yunon tiliga aynan ibroniy tildagi shatan so'zi satan shaklida o'zlashgan va bugungi kunda demak butun Yevropaning g'arb e'tiqodida satan tushunchasi mavjud. Arab va ibroniy tillari bir umumiy oilaga mansub bo'lganligi uchun, ya'ni somiy tillari yoki semit tillari deydi. Bu so'z umumiy, ya'ni shayton va ibroniy tildagi shatan so'zining kelib chiqishi aynan bir.